Allohning fazli bilan Shayx Abdulloh Zufarning xonadonida u zot bilan ko'rishishga muvaffaq bo'lganman. Shayx meni uyining oldida kutib oldilar. U kishi ko'p qavatli uyning 2-qavatida yashar ekanlar. Birgalikda uyga kirdik. Xonadonning bir burchagida 2 kishi zo'rg'a sig'adigan kichkinagina to'shak bor edi. Buni aytishdan maqsadim shayxni kamsitish emas, balki u zotning naqadar sodda hayot kechirayotganlarini ta'kidlashdir. Chunki O'zbekistonda odamlar bunday narsani mehmon uchun emas, hatto o'zlari uchun ham ishlatishmaydi. Biroz suhbatlashib, turli mavzularda gaplashdik. Mehmon keladi deb yengil mastava tayyorlab qo'yishgan ekan. Mazza qilib ichib oldim. So'ng ko'zim beixtiyor uydagi jihozlarga tushdi. Biz o'tirgan xonada faqat bitta kichkina maktab partasi, uning ustida tungi dars qilish uchun chiroq va bitta stul bor edi xolos. Oynalarga esa parda o'rniga eski gazetalar yopishtirib qo'yilgan edi. Uyda na gilam, na divan bor edi. Men shayxdan uyda deyarli hech narsa yo'q ekan deb so'radim. Shunda u kishi kulimsirab, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoda musofir kabi yashanglar deganlar. Shu hadisga muvofiq uyga ortiqcha jihoz olmaymiz. Mana shu stol va stul mening ofisim dedilar. U kishi aynan shu oddiygina joyda o'tirib dars tayyorlar, savollarga javob berar ekanlar. Ayrim insonlarga o'xshab o'qimagan bo'lsa ham orqa fonni kitob bilan to'ldirib ko'rsatishga urinmas ekanlar. So'ngra shayx kitoblarimning aksariyati elektron shaklda, qayerga borsam o'zim bilan olib yuraman dedilar. Taomdan so'ng shayxning uylariga yaqin joydagi kichkinagina masjidga bordik. Taxminan 20-30 kishi sig'adigan masjid ekan. U yerda mag'rib namozini o'qidik. Namozdan keyin esa shayx bilan xayrlashdik. Shayx Abdulloh Zufar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini bizga dars qilib yetkazish bilan birga o'zlari ham aynan shunday sodda hayot tarzini yashayotganlari meni chuqur hayratda qoldirdi. عذابي في فؤادي صار جمرا يذوب الحزن من وجدي لديك